Assalomu alaykum. Bugun ham dunyo jim emas. Har kuni bizga uzoqlik tuyulgan mintaqalarda qarama-qarshiliklar, hujumlar, turli hodisalar va fojialar sodir bo'lmoqda. Boshqacha aytganda, dunyo tinmayapti. Vaziyat tobora murakkablashmoqda va siz aynidan voqeliklarning eng so'nggi dolzarblarini tomosha qilmoqdasiz. E'tiboringizda Dunyo Dayjesti, studiyada Jahongir Murtazoyev. Eron bugun 19-iyun kuni tongda Isroilga 20 ta raketa uchirdi. Hujum oqibatida 40 ga yaqin isroillik tan jarohati olgan. Shifoxona va Isroil fond birjasiga jiddiy zarar yetgan. Mamlakat bo'ylab trevoga yangramoqda. Eronning ballistik raketalaridan biri Isroil janubidagi Beersheva shahridagi Soroka kasalxonasiga zarba bergan. Mahalliy nashrlar va ommaviy axborot vositalari bino shikastlanganini ko'rsatuvchi shifoxonadan olingan videolarni e'lon qilmoqda. Zararning aniq ko'lami, qurbonlar va jarohatlanganlar haqida rasmiy ma'lumot hozircha mavjud emas. Eronning so'nggi hujumidan so'ng Isroilning markaziy va janubiy qismlarida kamida 4 ta raketa qulagan joylar aniqlangan. Tel Aviv, Ramat, Gana, Holon shaharlaridagi binolarga zarbalar berilgani aytilmoqda. Yenet xabariga ko'ra, Holonda 3 kishi, Ramat Ganada esa 12 kishi jarohatlangan. Isroil fond birjasining Tel Aviv shahrida joylashgan binosi ham nishonga olingan. Isroil mudofaa armiyasi hujumdan oldin Erondan raketalar uchirilganini qayd etib, mamlakatning barcha aholisiga himoyalangan binolarda bo'lishni buyurgan edi. Isroil harbiy senzurasining yangi talablariga ko'ra, raketa qulagan joydan kadrlar e'lon qilish va havo mudofaasi ishini videoga olish taqiqlanadi. Eron ommaviy axborot vositasining yozishicha, Eron Isroilga qarshi haqiqiy va'da 3 operatsiyasi doirasida hujumlarning yangi to'lqinini boshlagan. Hozirda butun dunyo nigohi qaratilgan Yaqin Sharqdagi urush 7-kuniga kirar ekan, Eron ilk bor og'ir, uzoq masofali 2 bosqichli sijil raketalardan foydalanib, Isroil nishonlariga zarba berdi. Ma'lum qilinishicha, 18-iyun kuni kechasi haqiqiy va'da 3 operatsiyasi doirasida Isroilga qarshi javob zarbalarining 12-to'lqini amalga oshgan. Hujum oldidan Eron isroillik muhojirlarni bosib olingan hududlardan qochishga chaqirgan. Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi avvalgi hujumlarda Yahudiy davlatining havo hujumidan mudofaa tizimlari yo'q qilinganini ta'kidlagan. Endilikda bosib olingan hududlar osmoni Eron raketalari va dronlari uchun ochiq. Raketa zarbalari aniq, ta'sirli va uzluksiz bo'ladi. Xuddi kecha Isroil razvedkalari shtabi qiruvchi bazalari nishonga olingani kabi. Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi qo'mondoni do'zax eshiklari sizga ochilish haqida ogohlantirgan edi. Havo kosmik kuchlarining raketalari sizga yer osti boshpanalaridan tashqarida 1 daqiqa ham bo'lish imkonini bermaydi. Necha kundan beri quyosh nurini ko'rmaysiz deyiladi Islom inqilobi qo'riqchilari korpusi bayonotida. Shuningdek, bayonotda havo hujumidan trevoga sirenalarining ovozi bir lahza ham tinmasligi ta'kidlangan. Sizlar yo boshpanalarning do'zaxiy hayotida sekin o'lishni tanlashingiz yoki 24 soatlik raketa zarbalaridan qutulish uchun ota-bobolaringiz bosib olgan yerlardan iloji boricha tezroq qochib ketishingiz kerak. Shundagina omon qolishingiz mumkin deyiladi bayonotda. Ijtimoiy tarmoqlarda Eronning uchirilgan sijil raketasi aks etgan kadrlar e'lon qilindi. U havoda o'zidan g'ayrioddiy iz qoldirganini ko'rish mumkin. Qiyomat kuni samolyoti haqida eshitganmisiz? U samolyot yadroviy mojaro ehtimolida prezident uchun havodagi qo'mondonlik punkti vazifasini bajaradi. Boshqacha aytganda, yadro urushi boshlansa, prezidentni osmonda xavfsiz saqlash uchun xizmat qiladi. Isroil-Eron o'rtasidagi ziddiyat ortidan AQShda ham favqulodda harakatlar ko'zga tashlanmoqda. Xususan, Washington yaqinida biz yuqorida aytgan qiyomat kuni samolyoti ko'rinish berdi. Bildirilishicha, Boeing A4B Nightwatch borti Yaqin Sharqdagi keskinlik fonida boshqa aviabazaga parvoz qildi. Ma'lum qilinishicha, uchoq Bojer City shahridan havoga ko'tarilgan. U qirg'oq bo'ylab uchib, Virjiniya va Shimoliy Karolina chegarasi atrofida halqa yasagan. Shundan keyin esa Maryland shtatidagi Andrews aviabazasiga qo'ngan. Samolyot AQSh prezidenti va mamlakat oliy rahbariyati uchun yadroviy mojaro holatida havodagi qo'mondonlik punkti hisoblanadi. U odatda Luiziana shtatidagi Barksdale harbiy bazasida joylashgan. Uchoqning havoga ko'tarilishi va Andrews aviabazasiga yetib kelishining aniq sababi noma'lum.
Bu Eron-Isroil mojarosining keskinlashuvi tufayli xavfsizlik choralari kuchaytirilayotgani bilan bog'liq bo'lishi mumkin. 3 qavatli samolyot 112 kishini sig'dira oladi. O'rta paluba qo'mondonlik markazi bo'lib, unda prezident va boshqa yuqori martabali amaldorlar yadro quroldan foydalanish ehtimoli yuzaga kelgan taqdirda AQSh harakatlarini muvofiqlashtirish uchun o'tirishlari mumkin. Ushbu layner parvozda bir necha kun turishga qodir. BI ma'lumotlariga ko'ra, samolyot parvozi soatiga qariyb $160 ming tushadi. Voqealar rivoji tobora keskin tus olmoqda. AQSh prezidenti Donald Trump Eronga hujum qilish rejasini maxfiy ravishda ma'qulladi. Biroq Tehron yadro dasturidan voz kechishi ehtimolini hisobga olib, zarba berish to'g'risidagi yakuniy buyruqni hali bermadi. Bu haqda muhokamalar jarayonidan xabardor bo'lgan 3 manbaga tayanib, The Wall Street Journal xabar berdi. Tramp AQShning urushga aralashish xavfi Eronni yadro quroli bo'yicha talablarini bajarishga majbur qilishiga ishonmoqda. U Oq uyda harbiy qo'mondonlar bilan uchrashuvdan so'ng jurnalistlar bilan suhbatda bu boradagi harbiy yechim ehtimolini inkor etmagan. Men yakuniy qaror qabul qilishni aynan so'nggi soniyada amalga oshirishni yaxshi ko'raman. Chunki hamma narsa o'zgarib turadi, ayniqsa urush paytida. Aralashishni xohlamayman, lekin 20 yildan beri, balki undan ham ko'proq vaqtdan buyon Eron yadro quroliga ega bo'lmasligi kerakligini aytib kelmoqdaman. Buni uzoq vaqtdan beri ta'kidlab kelyapman va ular buni qo'lga kiritishlariga bir necha hafta qolgan deb o'ylayman, degan Tramp. Yaqinda AQSh prezidenti Erondan so'zsiz taslim bo'lishni talab qilgan edi. Bunga javoban Eron oliy rahnamosi Oyatulloh Ali Xomanaiy eronliklar chekinmasligini ma'lum qilgandi. Shuningdek, u mojaroga AQShning har qanday aralashuvi shubhasiz ular uchun o'rnini to'ldirib bo'lmaydigan zararga aylanishini aytgandi. Tinch aholiga qilinayotgan mudhish jinoyatlar hamon G'azodagi og'ir kunlarning davom etishiga olib kelmoqda. G'azo yordam markazida kecha 18-iyun kuni Isroilning hujumi oqibatida 11 kishi halok bo'ldi. Hamas tomonidan boshqariladigan fuqarolik mudofaasi agentligi vakilining aytishicha, Isroil kuchlari Saloh ad-Din yo'lida o'ta zarur oziq-ovqat zaxiralari uchun navbatda turgan minglab odamlarga o't ochgan va bir nechta snaryadlar otgan. Nusayrat hududida harakatlanayotgan Isroil qo'shinlari tunda mahalliy aholi ularga potensial xavf tug'diradigan tarzda yaqinlashgandan so'ng ogohlantiruvchi o'q uzgan, biroq ular biror kim jarohat olganini bilmagan. G'azo shimoli va janubda Isroilning 3 ta havo hujumi oqibatida yana 19 kishi halok bo'ldi deya xabar bermoqda fuqaro mudofaasi agentligi. Ular orasida G'azoning Zaytun hududidagi uyda zarba berilganda halok bo'lgan 8 kishi ham borligi aytilgan. Isroil bu hujumni Hamasning harbiy salohiyatini yo'q qilishga uringani bilan izohlamoqda. G'azoning Hamas tomonidan boshqariladigan Sog'liqni saqlash vazirligi 18-iyun kuni so'nggi 24 soat ichida kamida 140 kishi halok bo'lganini bildirgan. Vazirlik 17-iyun kuni Xon Yunis shahrida 51 kishi yordam kutish chog'ida halok bo'lganini ma'lum qilgandi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti esa qurbonlar soni 60 dan oshganiga ishora qilgan. Jahon hayoti har kuni o'zgarishda davom etmoqda. Biz esa siz bilan birga eng muhim voqealarni kuzatishda davom etamiz. Videoga like bosishni unutmang. Fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Biz buni albatta o'qiymiz. Yangi sonlarda ko'rishguncha xayr.